Xo'p. Qashqadaryo Koson. Nizomjon Suyunov amachoq hisobidagi 1692 avtomobil. Joqni o'chirib syomka qiling, xo'p? Ana temperatura beradi, shu bilan o'chadi hozir. Issiq. Bo'ldi, to'g'ri keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nizomjon Suyunov, to'g'rimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Bu telefonni berib qo'ying. Telefonni berib qo'ying. Bo'ldi. Qaranglar, hozir biz boshlaymiz. Bilasizlar, bu syomkamizni butun O'zbekiston ko'radi. Chet davlatdagi bizni yurtdoshlarimiz ham ko'rishadi. Butun dunyo ko'radi degani. Buning uchun sizlar ozgina tartib saqlab berishingiz kerak. O'rtadan bola o'tmasin, hech kim o'rtani kesib o'tmasin. Yaxshi, bir-birimizni hurmat qilgan holatda turamiz. Sizlardan iltimos, qarsiylar chalib, qo'llab-quvvatlab, baqir-chaqir qilib bersanglar bo'ldi, joy-joyida. Maylimi? Bo'ldi, boshlaymiz. Siz to'g'riga o'ting. To'g'riga o'ting. Kamerani yoniga boring, men sizni chaqiraman. Bu bolacha sal yoningizga olinglar, damas solda ochiq tursin. Ketdi, boshlaymiz. Kun issiq. Tez-tez topshiramiz, ketamiz. Motor bormi? Bo'ldi, kayfiyatingiz yaxshimi? Bo'ldi, shu kayfiyat ko'rsatishini. Qashqadaryo Koson nima? Deb baqirib berasizlar. Ayniqsa ayollar qotirasizlar-ku, bolalarga baqirasizlar-ku. O'shanaqa baqirib berishingiz kerak. Bo'ldi. Kayfiyat zo'rmi? Balkonda turganlar, sizlarda kayfiyat qanaqa? Zo'rmi? Bo'ldi, sizlar ham baqirasizlar. Ketdik. Motor bor. Ko'ylak deyishim kerak. Bu $50 bo'ldi. Tayyorlab qo'yinglar. Bo'ldi. Xo'p, omadchi ko'rsatuvi nechinchi soniyada? 332 da siz qatnashgan ko'rsatuvingiz bo'ldi. Motor bor. Bo'ldi, motor bering. Azizlar, omadchi ko'rsatuvini 332-sonida yutilgan avtomobillarni topshirishni boshlayapmiz va biz dastlabki manzilimiz bo'lgan Qashqadaryo viloyatiga yetib keldik. Assalomu alaykum Koson! Muborak bo'lsin! Tabriklaymiz. Mana Kosonga ham chiqdi. O'zi Kosonga ketma-ket avtomobil topshirardik, orada ozgina to'xtalish bo'ldi. Nega unday bo'lyapti? Bu bolacha qo'rqib ketdi. Bu bolagachi bu damasam, biz ham qiziqmasmiz. Onasiga bering uni. Bu qornini to'ydiring, u bolani qorni ochibdi. Yaxshi yuribsizlarmi? Kayfiyat qanday? A'lodan ijdami, muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Bu sizlarning ham yutug'inglar. Omad shuga hamma ishonadimi shu yerda turganlar? Nega bunday savol beryapman, bilasizmi? Omad shu boshlanganiga salkam 7 yil bo'ldi, hali ham sho'maydiganlar bor ekanda. Sizlarning oranglarda yo'q-a bundaylar. Sog' bo'linglar. Xudo xohlasa sizlar ham omad shuga boringlar. Sizlar ham Nizomjon akaga o'xshab avtomobillar yutib kelinglar. Ismingizni to'g'ri aytyapman, a? Davramizga taklif qilamizmi bu g'olibimizni? Omadchi hisobidagi 1692 avtomobil sohibi g'olibimiz Nizomjon Suyunov. Guldiroz qarsiylar bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsizmi? Shukr. Kayfiyatingiz qanday? Bo'ladi, yaxshi, zo'r. Charchab qolmadingizmi? Yaxshi. Qachon keldingiz? Mehmonlari ketishmayapti. Iloyim sizlarga ham omadchiga borishlik, mana shunday avtomobillarni yutib kelishlik nasib etsin. Nizomjon aka, omadchiga qachondan beri muxlis edingiz? Boshlangandan beri. Tinimsiz yuborarmidingiz? Tinimsiz yuborardim. Orada to'xtagan vaqtlaringiz bo'ldimi? To'g'risini aytavering. Bir hafta, 2 hafta bo'lsa ham to'xtatmadingizmi? Mana nevarachaga soqlar olib kelamiz. Har hafta yubordingiz. Sizlarning oranglarda to'xtatganlar bor-a? Battar bo'linglar. Battar bo'linglar. Mana to'xtatmaganlar nima bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? Damas yutyapti. Haqiqatmi aka? Haqiqat. Omadchini ko'rgan ishtirokchi sifatida nima deya olasiz? O'ynangizlar, yutasizlar. Ishonch bor. Ishonchli o'yin, to'g'rimi? To'g'ri, ishonch. Sog' bo'linglar. Ishtirokchilarning soni ko'paydi, 6 ta bo'ldi. Chiqish imkoniyatinglar 2 barobar ko'paydi degani. Yaxshi niyat qilib, kerak mahsulotni olib LCGSK mahsulotlardan xarid qilaveringlar, ro'zg'oringlar to'ladi, omadinglar kelsa albatta sizlar bilan ham omadchini ko'rishamiz. Omadchiga chiqish uchun nechta SMS yuborish kerak deb so'rashadi bizdan. Kami bitta. 0 ta yuborsangiz chiqa olmaysiz. Kami bitta. U yoq endi o'zingizning imkoniyatingizdan kelib chiqib. İmkoniyat ko'proq bo'lsin siz 10 ta, 20 ta keragini xarid qilib SMS yuboraverasiz. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan ham omadcho'da ko'rishlik nasib etsin. Nizomjon aka, endi avtomobil kalitini topshiraman sizga. Kayfiyat yaxshi.
Omad cho'ga ketayotganingizda, borma, o'tmang, jiyan. Hey, opajonim. O'tmang, tursin bo'ldi qo'llarda, joyingizga turib oling. Hozir kadrda bola yo'q bo'lib qolsa g'alati-ku. Bo'ldi, joyingizda turing. Omad cho'ga ketayotganingizda, ishonmayman, borma, yolg'on deganlar bo'ldimi? Yo'q. Jo'ralaringiz orasida-chi? Yo'q, hech. SMS yuborganingizda to'xtading, chiqmaysiz deganlar bormidi? To'g'risini ayting. Halol. To'g'risini ayting, bo'lgan. Yo'qmi? Ishoning degan, tashlavering degan. Bo'ldi, mana ishonch bo'ldi, yaxshi niyat bo'ldi, mana maqsadga yetdilar. Xudo xohlasa aka, siz yana Omad cho'ga boring. Endi barchaning guvohligida ko'jonim sal chetroq bo'ldi. Omad cho'g hisobidagi 1692-avtomobil, ko'ryapsizlarmi qancha avtomobil berdik? Topshiramiz. Omad cho'g hisobidagi 1692-avtomobil kaltini o'z egasiga guldiroz va davomli qarsakiylar sarosasida topshiramiz. Muborak bo'lsin Qashqadaryo! Muborak bo'lsin Koson! Hammaga ko'rsating, tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Yaxshi niyat qilgan hamma Omad cho'ga borib mana shunday avtomobillarni yutib ketsin. Aka, yaxshi niyat, havas qilganlar kelgan. Sal kengaylik, iltimos, sal kengaylik. Yurtdoshlarimiz avtomobil yutib olishgan. Ishonyapsizmi? Birinchi navbatda kerak narsa bu ishonch. Ishonch bormi? Demak, tez orada siz bilan ham Omad cho'da ko'rishamiz, xudo xohlasa. Yaxshi niyat qiling, ishoning va albatta LC Jesco mahsulotlarini xarid qiling. Azizlar, hozir otam o'zim aytaman. Sizlar bilan xayrlashish yo'q. Yana ko'p bor Qashqadaryoda, Kosonda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat xabarlarga. Ana endi to'n kiyish marosimi. Olib keling otam. Qo'lni ko'taring. Mana 50 gradus issiqda to'n kiyamiz. Bunaqa xalq yana qayerda bor? Faqat O'zbekiston. Sog' bo'linglar, rahmat. Hojiboy Tojiboyevning aytgan anekdoti bor, eshitganmisizlar? 50 gradus issiqda choy ichadi deydi o'zbegim. Mana 50 gradus issiqda mana to'n kiydik. Odam keling. Yonimga keling, bir duo bering. Amin. Yaxshi niyat qilganlar qo'l ochamiz. Dunyomiz tinch bo'lsin, mamlakatimiz, prezidentimiz, vatanimiz hamma mana shunday g'alabaga erishsin. Omon bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hozir telefonga syomka qilganlar bor-ku. Agar Instagram bo'lsa, Omad cho'g profili bor, meni profilim bor, o'shalarni belgilasanglar, biz ijtimoiy tarmoqlarda qo'yamiz, xo'pmi? Omad cho'gdan agar meni profilimni topa olmasanglar, Omad cho'ga kirsanglar, meni profilim bor. Sog' bo'linglar, hammanglarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Shu qo'shig'imiz bormi aka? Bu yerga Rastga tushaman deb yaxshi niyat qilganlar bor ekan. Barcha yurigida o'tib borlarini davramizga taklif etamiz. Qashqadaryoda, Kosonda bayram davom etadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat hammalarga. Qani ketdik. Duolaka deb qo'ying bir marta. Qani qo'yasiz? Ha? Duolaka deb qo'ying Duola. Duolakmi? Duolakka. Mana shu ko'chalar Hammaga omad tilaymiz. Mana shunaqa. Demak, Omad cho'gdan Damaslar, qo'shaloq sonlari ko'paygan Damaslar yutishlik nasib qilsin deymiz. Akamizga haqiqiy ma'noda quvonchli kun bugun. Oilasi baxtli kunlardan bittasi. Tabriklaymiz. Nizom aka 50 xalqni davrasida bo'lgan insonlardan bittasi edi.